Hammaga salom. Siz bilan oilaviy kanal Zombie Us va bugun biz Po'lat eshiklar filmini birgalikda tomosha qilamiz. Mark qattiq bosh og'rig'i bilan uyg'onadi. Bu kechagi bazmning oqibati edi. To'satdan u o'zining juda g'alati joyda ekanligini anglab yetadi. Atrofda ulkan po'lat eshik va bittagina quti bor xolos. Mark eshikni ochishga urinadi, lekin u xuddi narigi tomondan qulflanib qolgandek edi. Uning xayoliga kelgan birinchi fikr ishdan haydalishi bo'ldi. Buning oldini olish uchun Mark telefondan foydalanmoqchi bo'ladi, ammo aloqa yo'qolib qolgan. U bularning barchasini do'sti Fletcherning hazili deb o'ylaydi. Va bunday qiliqlari uchun unga albatta javob qaytarishni ko'ngliga tugib qo'yadi. Qutiga kelsak, hatto u ham qulflangan va undan juda g'alati hid kelardi. Mark yana eshikni ochishlarini so'rab baqiradi. Keyingi bir necha soat davomida Mark kimdir kelishini kutadi. Sabr kosasi to'lib borar. Ovozi esa borgan sari balandroq chiqardi. "Hoy yigitlar, yetar endi. Men boshlig'imga qo'ng'iroq qilishim kerak. Qornim ham ochib ketdi", deydi yigit. Mark yana eshikni ura boshlaydi va uni ochishni buyuradi. Eshik ortida nima bo'layotganini yaxshiroq eshitish uchun quloqini unga bosadi. Biroq u yerda mutloq sukunat hukmron edi. Eshikni ocha olmagach, u g'alati usullarni qo'llab qutini ochishga harakat qiladi. Hatto qutining ustiga chiqib oladi. Mark Fletcherdan uni qo'yib yuborishini yana bir bor so'rab, aks holda uni panjara ortiga tiqtirishini aytadi. Ammo hech kim javob bermasligi aniq edi. Ikkinchi kun Mark uyg'onib hech narsa o'zgarmaganini ko'radi. Telefonini tekshirmoqchi bo'ladi, lekin bexosdan uni tushirib yuboradi va sindirib qo'yadi. Mark juda chanqaganini his qiladi. U yoqdan bu yoqqa yurib, chiroq ichida kalit borligini payqab qoladi. Mark chiroqni urib tushiradi va kalitni olib qutini ochadi. Qutining ichida balonlar va ozroq asbob-uskunalar bor edi. Birinchi navbatda Mark bolg'a yordamida eshikni buzmoqchi bo'ladi, lekin po'lat eshikni bunday zarbalar bilan buzib bo'lmasligini tezda tushunib yetadi. Navbat balonlarga keladi. Biroq Mark ilgari bunday narsalardan foydalanmagani sababli ishlatishni bilmasdi. Ammo biroz timirskilangan yigit olov yoqishga muvaffaq bo'ladi. Olov yordamida yong'inga qarshi tizimni ishga tushirmoqchi bo'ladi va reja bo'yicha shundan keyin quvurlardan suv otilishi va u chanqog'ini qondirib olishi kerak edi. Lekin reja ish bermaydi. Shunda Mark eshikni kuydirishni boshlaydi. Buning natijasida esa eshikda atiga kichkina qora dog' qoldirishgagina erishadi. Mark o'ylab qoladi. Balki olov metalni kuchsizlantirgandir va endi uni bolg'a bilan urib sindirsa bo'lar. Ammo bu shunchaki xom xayol edi. Mark g'azablanib qutini sindiradi. So'ngra uning ustiga chiqib, suv uzatgichni urib tushiradi. Keyin shiddatli harakatlar uni battar charchatib, tirik qolish imkonini kamaytirayotganini tushungan yigit to'xtaydi. Polda o'tirgancha Mark o'ylab ko'rib, bir xulosaga keladi. Kimdir uni azoblanib o'lishi uchun atayin shu xonaga qamab qo'ygan. Shu payt uning ko'ziga devordagi teshik ko'rinib qoladi. Modomiki po'lat eshikni teshib bo'lmas ekan, demak devorni teshishga urinib ko'rish mumkin. Har bir zarba bilan teshik kengayib borardi. Ammo Mark shunchalik uquvsiz ediki, vaqti bilan ko'ziga devor parchalari sachrar yoki shunchaki qo'liga bolg'a bilan urib olar edi. Keyingi bir necha soat davomida Mark to'xtovsiz ishladi va kuchini tezda sarf qilib yubordi. Erkakka havo yetishmayotgandek tuyuladi va u gaz balonidagi gazdan foydalanishga qaror qiladi. Shundan keyin uning ko'zlari oldi qorong'ulashib, yotib qoladi. Mark o'ziga kelgach, balonni yopib lichinkalar bilan ovqatlanadi. Biroz nafasini rostlab, Mark ishni davom ettiradi va po'lat simlarga duch keladi. Ularni kesish uchun gazli balon juda qo'l keldi. Bu Markni ruhlantirib yubordi va unda bu yerdan chiqib ketishga umid uyg'ondi. Shkaf ustidagi uzoq uyqudan so'ng Markning tanasiga kuch kiradi. U devorni teshib o'tishga muvaffaq bo'ladi. Mark odamlarni chaqiradi, biroq hech kim javob bermaydi. Shunda u teshikni o'zi sig'adigan darajada kengaytiradi. O'sha lahzada Mark xuddi shunday po'lat eshikli boshqa bir qutiga chiqishini bilmagan edi. Har holda xonaning ko'rinishi oldingisidan biroz farq qilardi. Xonaning burchagida tobut turardi. Mark har ehtimolga qarshi qurollanib olgan holda tobutni ochadi. U yerda bir qiz yotardi. Mark uni endi o'lgan deb o'ylaganida, ayol birdan uyg'onib ketadi. Ayol Mark tushunmaydigan tilda vahimaga tushib gapiradi va qochishga urinadi. Lekin bu imkonsizligini tushunib, Markning xonasiga qarab qochadi. Mark unga zarar yetkazmasligini tushuntiradi, biroq qiz borgan sari qattiqroq baqiradi. Bu holat toqati tugagan Markni kuldirib yuboradi va taqdirga tan bergan yigit o'zining yangi to'shagiga borib yotadi. Birozdan so'ng o'sha ayol uning yoniga keladi. Mark bizni qutqarishdi deb
o'ylaydi, lekin hech narsa o'zgarmaganini ko'rib, yana uxlashga harakat qiladi. Ayol baribir uni chaqiradi va qo'liga iskanani tutqazadi. Ko'rinib turibdiki, u Markning yangi devorni teshishini xohlaydi. Markda boshqa g'oya bor edi. Ayol iskanani ushlab turadi. U esa bolg'a bilan uradi. Ammo ayol qo'rqib ketib qo'lini tortib oladi. Shunda Mark iskanani o'zi ushlaydi. Qiz esa urishi kerak bo'ladi. Lekin qiz shunchalik kuchsiz uradiki, hatto devorda iz ham qolmaydi. Buni qara, biz deyarli uddaladik, deydi yigit kinoya bilan. Mark tushunib yetadiki, ayol xonaning burchagida tinchgina o'tirishdan boshqa narsaga yaramaydi va yana faqat o'zi ishlashiga to'g'ri keladi. Vaqti bilan Mark tanaffus qilganida ayol unga yordam berishga harakat qiladi, lekin natija bo'lmaydi. Ovqatlanish uchun esa mazzali qurtlar bor. Mark baham ko'rishga tayyor, ammo ayol rad etadi. Markning kallasiga yangi g'oya keladi. Modomiki ularda o'lik kalamush bor ekan, hatto u allaqachon aynib qolgan bo'lsa ham, baribir ozuqa bo'lishi mumkin. Hamrohi esa bunga qat'iyan qarshi. Bu ketishda Markning ahvoli og'irlashib qolishi ham hech gap emas. Birozdan so'ng ayol o'zining Afrikadagi hayoti haqida gapirib beradi, lekin Mark u nima deyotganini tushunmagani sababli qo'shiq ayta boshlaydi. Keyinroq u bexosdan qo'lini urib oladi va qon oqa boshlaydi. Hamrohi qo'lini bog'lab olishi uchun belbog'ini beradi. Mark endi bir qo'li bilan ishlashga majbur bo'lgani uchun ayol bolg'ani qo'liga olishiga to'g'ri keladi. Ayol sekin urayotgan bo'lsa-da, baribir Markning qo'liga tekkizib yuboradi. Ammo Mark bunga e'tibor bermaslikni va urishda davom etishni so'raydi. Shu lahzada eshik qulflari ochila boshlaydi. Biroq bu yetarli emas edi. Eshik hali ham qulf. Mark shunchaki taslim bo'lmoqchi emas va sherigidan devorni buzishga qaytishni so'raydi. Eshik yana qulflaridan ozgina bo'shaydi. Ayol eshik tomon yuguradi, lekin baribir uni ocha olmaydi. Mark ularni shu holga tushirib, ustidan kulayotgan odamlarni onasidan so'kkan holda ishini davom etadi. Bu yana eshikning ochilish mexanizmini faollashtiradi. Mark bularning hammasi bejiz emasligini tushunib yetadi. Ularni chalg'itmoqchi bo'lishyapti. Shuning uchun devorni buzishda davom etishlari kerak. Har gal ular devorga urganlarida eshik tutqichi aylana boshlaydi. Ammo ular to'xtab, ortga qarashlari bilan tutqich ham harakatdan to'xtaydi. Markning kallasiga ajoyib fikr keladi. Ular ortga qaramas ekanlar. Tutqich aylanishda davom etadi. Ularga eshikka orqa bilan yaqinlashib, uni itarish kerak edi. Reja ish berdi. Biroq ularni o'rtasida qabr qazilgan yangi xona kutib turardi. Mark qabrning ichiga qaraydi, lekin u bo'sh edi. U bu qabr aynan ular uchun qazilgan deb o'ylaydi. Hamrohi eshik tutqichi bilan bo'lgan hiylani yana takrorlashni taklif qiladi. Ammo endi u aylanmayotgan edi. Markning ahvoli yomonlashadi. U oxirgi kuchlari bilan o'zini o'g'irlab ketganlarni qarg'ab uxlab qoladi. Ayol Markni qabrdan sudrab chiqarishga majbur bo'ladi va shu asno Xudodan ularga yordam berishini va bu dunyoda Xudodan boshqa ularga yordam bera oladigan zot yo'qligini aytib duo qiladi. Mark uyg'onganida sherigi uning yonida uxlab yotganini ko'radi. U tobutning matosini yirtib olib, ayolning ustini yopadi va o'zi ham uxlashni xohlaydi. Lekin to'satdan eshik tutqichi yana aylana boshlaydi. Juftlik bir-birlarining yiqilishiga yo'l qo'ymay, zo'rg'a oyoqqa turishadi. Ular eshikka orqalari bilan yaqinlashadilar. Eshik ortida esa ularni hayratlanarli va jannat makon yangi dunyo kutib oladi. Aziz do'stim, sizni ham xuddi qahramonlarimizdek har bir sinovdan mardonavor o'tishingizni va katta muvaffaqiyatlarga erishishingizni tilagan holda siz bilan xayrlashamiz. Tez orada qaytamiz. Xayr.